Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Tong saharda ob-havo juda zo'r. Hop, bugun 9-iyun, seshanba. Changan avtoda qanaqa mashinalar bor tanishtirib o'tamiz. Depal S03 bor. Changan Hunter bor. Bu 3-pozitsiyasi. G318 gibrid, bu ham gibrid, bu ham gibrid. Uni Z, bu ham gibrid. 1000 dan oshiq yuradi. Hozir ko'rsatgan mashinalar 1000 dan oshiq yuradi. Smeshinli holat, aralashgan holat. Depal S07, bu ham gibrid, последовательный, ketma-ket gibrid deyiladi. Juda yaxshi degani bu. Bu ham S07, S09. Bu yangi kelgan elektromobil, bu elektromobil 700 yuradi, 710 mana ko'rsatilgan. Juda yaxshi mashina. Bu Changan avto kompaniyasining yangi Shuyan bo'limida, Shuyan filialida ishlab chiqarilgan Nevo A07. Bu orqa tortadi. Juda yaxshi mashina. Avatar Changan filialiga tegishli Avatar kompaniyasiniki 11, Avatar 11, Avatar 12, mana bokovoylar nima, bu masteri, eng oxirgi pozitsiyasi. Demak, shu mashinalarimiz sizlarni kutib qoladi. Mana shu qatordagi barcha mashina Changan avtoga tegishli. Shu yerda bo'lamiz. Telefon raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Aloqaga chiqinglar. Doim shu yerdamiz. Assalomu alaykum.